Amerikada Shark Tank degan mashhur biznes ko'rsatuv bor. Keling ushbu ko'rsatuvdan qiziqarli bir epizodni birgalikda tomosha qilamiz va yangi iboralarni o'rganamiz. Bu qiziq epizodda Jonni ismli floridalik fermer 3TP degan moslamasini taqdim qiladi. Bu moslama daraxt atrofiga qo'yiladigan konus bo'lib, daraxtga quyiladigan suvni tejashga xizmat qiladi. Ushbu moslama investorlarga ma'qul keladi, lekin muammo shunda ediki, Jonni mahsulotni $2.95 ga ishlab chiqarib, atiga $4.50 ga sotmoqchi bo'ladi. Bittasidan bor yo'g'i $1 foyda va studiyadagi investorlar buni tushuna olishmaydi. So I can't get involved with you because there's not enough margin for me as a distributor. Men siz bilan ishlay olmayman, chunki distributor sifatida menga foyda ulushi yetarli emas. To get involved, aralashmoq, sherik bo'lmoq. You, Carl. I can't get involved, Roger. Margin, foyda ulushi degani biznesda doim ishlatiladi. Steady demand, high margins. High margin katta foyda, low margin kam foyda degani. I need to be able to sell it for $12 at least so that I can make some profit and you can make some profit, right? Men uni hech bo'lmasa $12 ga sotishim kerak, toki men ham foyda ko'ray, siz ham foyda ko'ring. To make profit, foyda ko'rmoq. Well, the idea sells itself. You buy a share for $500 and you make a profit. It's that. Masalan, the company didn't make profit this year. Kompaniya bu yil foyda ko'rmadi. Profit va marginning farqi, profit umumiy foyda degani, margin har bir mahsulotdan tushadigan ulush. Jonni o'z mahsulotini oddiy fermerlarga qimmat sotishni istamasdan hammadan rad javobini olib turgan payt esa 4-mehmon bo'lib turgan Shark unga investorlik hamkorligini taklif qiladi. Johnny, Yes, sir. farmers are the cornerstone of America. Jonni, fermerlar Amerikaning poydevori, the cornerstone, poydevor, asos, eng muhim tayanch degani. Misol, trust is the cornerstone of any relationship. Ishonch har qanday munosabatning poydevori. There may be a lot of farmers out there that can't afford $12 per tree. $12 to'lashga qurbi yetmaydigan ko'plab fermerlar bo'lishi mumkin. To afford, qurbi yetmoq, sotib olishga imkoni bo'lmoq degani. Masalan, I can't afford a new phone. Mening yangi telefon sotib olishga qurbim yetmaydi. I'd like to be your partner, Johnny. I like everything you stand for, man, and I Thank you, like your partner. everything. Sizning pozitsiyangiz menga har tomonlama ma'qul. To stand for, biror qadriyatni himoya qilmoq, uning tarafdori bo'lmoq. Bu video nega mashhur bo'lib ketdi deb o'ylaysiz? Mening fikrimcha, hozir hamma ko'p pul topish uchun o'zini o'qqa, cho'qqa urib yurgan zamonda atrofidagi odamlarni o'ylab ish qiladigan insonlar afsuski kamayib ketmoqda. Bugun 6 ta ibora o'rgandik. Qaysi ibora sizga eng kerakli tuyuldi va siz Jonni qilgan ish to'g'ri deb hisoblaysizmi? Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Ko'proq yangi iboralar o'rganish uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang.